Samarqand darvozadagi Pentazon bolalar o'yingohiga olib keldim sizni. Bu yerda meni ijodimdan, ya'ni men o'zim yaratib bergan dizayn bo'yicha mana ko'rsangiz bo'ladi. Mana birinchi dizayn qilib oldim, chizma. Keyin oxirida mana ranglarni tanlab turib oldik mijoz bilan. Keyin sal boshqacha figuralar qildim. Keyin oxiri mana shu to'xtamda keldikda, mana shu to'xtamda men ro'yobga chiqarib berdim. Hozir Sherzod aka bunga bunaqa ideyani o'zingizni ijodingiz mahsuloti deyapsiz. O'zingiz o'ylab topdingiz. To'g'ri. Hozir ko'rganda hashamdor ko'rinar ekan. Ya'ni Samarqand darvozani hozir Pentazoni, ya'ni bolalar o'yingohida turibmiz. Nega Grilyato bilan Reshning osma shiftlarini kombinatsiya qilib o'rnatish kerak? Ko'pchilik so'raydi bu narsani. Asosan zerikarli bo'lib qolmasligi uchun. Mana qop-qora bo'lsa, ozgina zerikarli bo'ladi dizayn. Hozirgi zamonda, ya'ni hozirgi trend 2025-26-yillik trendi bu kombinatsiya. Har xil ranglarni uyg'unlashtirish. Shu hashamat qo'shadi, ham zamonaviylik hissiyotini beradi.